Hacı Mirzahid Kerimi Azizanı Qashqar özünün qadimiyligi, madaniyiligi va donliq shaxslari bilan dunyoga mashhurdir. Shunlashqa Qashqar Azizanı Qashqar deb atalgan. Qashqar savdo-sotiq gullangan iqtisod markazi va ilm madaniyat markazi. U o'z qo'ynida talay mashhur olimlarni mukammal tarbiyalab chiqqan. Hozirgi davrda Azizanı Qashqardan talay mashhurlar, yazgıcı shoirlar yetişip çıkan. Hacı Mirzahid Kerimi dal bunun misalidir. Hacı Mirzahid Kerimi 1939 yılı Qashqar shahrida dunyoga kelgan bo'lib, 1958 yılı yazda atalmış Şinjan institutini bitirgan. 1959 yılı Uyg'ur jamiyatida zo'r dag'dug'i paydo qilgan Sanduq ichidagi buvoq degan she'ri sabablik yerlik millatchilik bilan ayblanib kesib etilgan. 13 yillik turma hayotini boshdan kechirgan adib 1972 yildan 1979 yilgacha o'z uyida izchil nazarband ostida yashagan. 1981 yili yozda Qashqardagi Uyg'ur o'tir maktabida o'qituvchilik qilgan. U 1983 yildan toki pensiyaga chiqqanga qadar Qashqar Uyg'ur nashriyotida muharrir bo'lib ishlagan edi. 1990 yili 4-oydagi Barin milliy inqilobi qurolliq bostirilgandan keyin Xitoy tarixchilari va siyosatchilari Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1989 yili nashr qilgan Bo'g'raxonlar tazkirasi nomli tarixiy kitobni Barin inqilobining iddiviy asosi deb hukm qilib, mazkur kitobni yig'ib olgandan sirt bu kitobning nashr qilinishida zo'r rol o'ynagan Hacı Mirzahid Kerimini nazorat ostiga olgan. Shuningdan buyon Molosulluq adib Hacı Mirzahid Kerimi ilmiy emgaklarini yerim nazarband va qattiq siyosiy nazorat ostida qilishga majbur bo'lgan. 1997 yılı 5 fevraldaki G'ulji irqiy qirg'inchiligidan keyin Qashqar Uyg'ur nashriyotidagi Uyg'ur qalamkashlar va yozuvchilarning ahvoli texmi yomonlashgan edi. 2009 yildagi Urumchi cho'ng qirg'inidan keyin Qashqar Uyg'ur nashriyoti va Hacı Mirzahid Kerimi ilmiy hayotidagi eng oxirgi erkin muhitni kutib olgan. Bu xil vaqtliq va qarorlik qisman erkinlik 2014 yılı yazda ahırlaşkan. Şu yılı 28 iyuldaki yakan elişqu irqiy qirg'inchiligidan keyin bütün Sharqiy Turkiston miqyosida boshlangan atalmış qattiq zarba berish harakati barliq sohalar va shaxslargacha kengaygan. Oqibat 2015 yılı Qashqarda o'tkazilgan ton kiydirish murosimi nurg'un yozuvchilarning turma lagerlarga tashlanishidagi bahonaga aylanib qolgan. Qashqar Uyg'ur nashriyatining olliburun pensiyaga chiqqan tahriri adib Hacı Mirzahid Kerimi 2017 yılı 4-oyda boshlangan umumyuzlik tutqun qilish harakatidan keyinla qattiq taqib va nazorat ostiga ilingandan keyin shu yili kuzda Muhammad Salih Damolla Hacim, Abidin Ayub Damolla Hacim va Abdulahad Mahsum Hacimdek ta'sir kuchlik diniy zotlar bilan bir qatordan tutqun qilinib jazo lageriga qamalgan. 2018 yılga kelganda biroqli 11 yillik kesilgan. Bu xabar 2018 yılı 10 noyabr asosan jazmlashtirilgan edi. Adib Hacı Mirzahid Kerimi 2016 yildan 2017 yilgacha Qashqar Uyg'ur nashriyotidan tutqun qilingan 14 g'olliq Uyg'ur kishining biri edi. Taratqularning xabardan ma'lum bo'lishicha, Hacı Mirzahid Kerimining 11 yillik nahaq kesilishiga Altun Ochquch, Yusuf Xas Hacib, Mirza Ababekri, Sultan Saidxon, Sultan Abdurishidxon va Judoliq qatorliq bir jurish tarixiy romanlari, qasida dostonlari va 2015 yildagi ton kiydirish murosimida qilgan so'zi sabab bo'lgan. Adib 1959 yilda, ya'ni 20 yosh vaqtida yerlik millatchi bo'lib ayblanib 13 yil nahaq turmada yotgan va oxirgi 7 yil oilasida nazarband qilingan edi. U 11 yillik kesilganda yeshi 80 ga ulashgan, salomatligi nacharlashib, butun badani bir qator og'ir kasalliklar bilan chirmalgan edi. Tor arxivlardan ma'lum bo'lishicha,
2015-yili Qashqarda ustoz Mirzoyit Kerimiga to'n kiydirish murosimi o'tkazilganligi va murosimda bu shoirga atab yozilgan she'rlar o'qilganligi ham shoirning bu murosimda muhim so'z qilganligi ma'lum. Qashqardagi siyosiy qonun xodimi Hoji Mirzoyit Kerimining tutilishiga to'n kiydirish murosimida qilgan so'zining muhim bir sabab qilinganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, adib Hoji Mirzoyit Kerimi yeshi 80ga yaqinlashgan yillardimi haqni so'zlash va xatarga tavakkul qilishdan yonmagan edi. U 2017-yili 6-oyning 17-kuni Erkin Osiyo radiosi muxbirining ziyoratini dadil qabul qilib, o'zining Yusuf Xos Hojib, Judolik, Sulton Saidxon, Sulton Abdurashidxon va Mirza Abobekri qatorliq 7 tomliq 5 tarixiy romanini Xitoy saqchilarining uyini aqtirib elib chiqib ketganligini pash qilgan edi. Milodiya 2021-yili 10-yanvarga kelganda tor dunyosida Hoji Mirzoyit Kerimining qazo qilganlik xabari tarqalgan. Jallod Shingsayning terrorlik yillarida tug'ilib o'sgan, o'smirlik davri gomindangchilarning tarixiy jinoyatlariga shohid bo'lgan, yoshlik bahori kompartiya banditlarining turmalarida xazon bo'lgan, butun hayoti iflos va jirginishlik dushmanning qattiq nazorati ostida o'tgan Hoji Mirzoyit Kerimi 82 yoshida yangi asrdagi natsistlar jazo lagerida qazo qilgan. Peshqadam shoir va yozuvchi Hoji Mirzoyit Kerimining 82 yoshida Xitoy turmusida jon uzganligi dalillangan 2021-yili 1-oyda uning Yusuf Xos Hojib nomli tarixiy romani İstanbulda Kaknus nashriyati tarafidan turk tilida nashr qilingan. Necha 10 yillar Xitoyning turma va nazarbandlarini beshidan kechirgan, shundimu haqiqatni so'zlash va yezishdan qilchimi yonmagan Uyg'ur xalqiga Yusuf Xos Hojib, Mirza Abobekri, Sulton Saidxon, Sulton Abdurashidxon qatorliq qimmatlik tarixiy romanlarni qoldirib ketgan peshqadam adib Hoji Mirzoyit Kerimining Yusuf Xos Hojib nomli tarixiy romanini Türkiye'deki Uyghur şairi Zeynure Öztürk Hanım Türkçe'ye tercüme qilgan bo'lib, 2021-yili 1-oyda İstanbul'daki Kaknus nashriyati tarafidan nashr qilingan. Mazkur roman 2 bölüm 571 betdan tarkib topgan bo'lib, romanda Yusuf Xos Hojibning hayoti va Qarxonilar davlati mezgilidagi voqealar bayon qilingan. Romanning tahriri İbrahim Bajar Efendi romanning kirish so'z qismida romanning mazmuni haqida to'xtalib mundaq deb yozgan. Romanda gerçi Yusuf Xos Hojibning hayoti asosiy liniya qilib tasvirlangan bo'lsa-mu, lekin bilinmagan taraflari ko'p bo'lgan Qarxonilar davrining tarixi bayon qilingan. Buningda Qarxonilar davlatining qurilmasi, xalqning örf va odatlari va xalqning kundilik turmushi qatorliqlar nihoyatda tafsiliy tasvirlangan. Kaknus nashriyatining bosh tahriri İbrahim Bajar Efendi romanning kirish so'z qismida yana mundaq deb yozgan. Qurilgan kundan tortib bu xil kitoblarni o'qirmanlari bilan didor ko'rishtirgan Kaknus nashriyati bu kitobni nashr qilish orqali zimmasiga tushgan tarixiy vazifasini ado qildi. Nashriyatimiz uzun yillardan buyon Xitoy tarafidan aqalli haq va huquqlari tartib etilgan mazlum Uyg'ur xalqining faryodini anglitishga bir oz bo'lsa-mu to'kib qo'sha olgan bo'lsak, o'zimizni baxtli his qilamiz. Hoji Mirzoyit Kerimi o'zining Yusuf Xos Hojib nomli kitobining Uyg'urcha nashriga tövendikidek beg'ishlama yozib bergan. O'zining tarixini bilish sharaf, unutish nomusdir. Yusuf Xos Hojibning boturon ruhi sizga mangu hamro bo'lsin. Kitap tarixning pokitidir. Kitapni do'st tutgan kishini Alloh do'st tutadi. Shunga siz kitapni qadrlang va mangu do'st tuting.